Lekin sochni qanaqa qilib olamiz bu safar? Yo soqolga e'tibor qaratib, sochda kantovka qilib qo'yamiz. Gapiraymi? Gapiring aka. Sochni qanaqa qilib olamiz demaysiz. Sochni o'stiramiz dedingiz. Hop. Shuncha o'stirdik. Yanachicha 4 oy yo maksimum 5 oylar bor. Yana 5 oy sochimizni o'stirar ekanmiz. Endi qarang. 5 oy ichida men biror marta eplay olmadim. 1-2 marta eplab ko'rdim. Shunaqangi forma qilingki, shu uyqudan tursam ham shunaqa turadigan soch qilib qo'ying. Bu birinchidan. Soqolni shu har doimgidek yonlarini oqartirib, shu taylarini yo'q qilib bering. Xullas, shunaqa qilingki, bugun odamlar ko'rib, sal o'zgaribdi desin. Sal emas, 100% o'zgaradi. Ayni 100% qilib kal qilib shuncha o'stirdim, qiynalib. Farq bor. Balkim 5 oy 6 oy o'stiryapmiz, o'sha kal uchun o'stiryapmiz. Oxiridami? Mana sizlarga kallik. Do'stlar, imkoniyati ko'p kiyimlar ekan, hozir nimadan oldin aytdi. Masalan, soching uzun bo'lsa, shu bolayoniga to'g'rilab olinglar. Agar soching kalta bo'lsa, yana kesini o'stirib ham beradi. Zo'r o'syapti. Mana 4 oy, 5 oydan beri o'stiryapmiz. Bular natijani video oxiridagi video davomida ko'rasizlar. O'zlaring ehtiyot qilinglar, shunaqa gaplar. Oybek Shoh hamda Jasur Shoh. Странный молодой, бары как домой.